Assalomu alaykum aziz do'stlar. Qarang. Qayda Nurobod, Nurbuloqda shunaqa bir to'yxona qurilibdi. Qanday o'ylagan, qanday topgan, bu haqida chuqur o'ylab ko'rish kerak. Endi ichi qanday degan savol tug'iladi. Mana monitor ishlaydimi? Monitor ishlar ekan. To'g'ri ishlaydi. Mana bu taraf kelin-kuyovniki. Sizga kichkina iltimos bor. Endi yaxshi bo'lsa, sochsangiz olaman degan 100 gramm ishingiz kerak. Ikkinchi mashinamizda qolib, men qo'lga sotaman, men sochaman. Bu yerda bizga yarim metr